Diqqat qiling, O'zbekistonda pensiyaning miqdori yana oshiriladi. Barcha pensiya va nafaqa oluvchilar uchun katta o'zgarish. Barcha fuqarolar ushbu videorolikni oxirigacha ko'rib, tezda xabardor bo'ling. Yangi yilga yangi xabarlar, yangi katta o'zgarishlar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, 3 yil ichida ish haqqi, pensiya va nafaqalar miqdori qanchaga oshiriladi? Budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi, pensiya va nafaqalari yillik inflyatsiya darajasidan yuqori miqdorda oshirib borish ko'zda tutilgan. O'zbekistonda 2026-yilda davlat xodimlarining ish haqqi, pensiya va nafaqalari miqdori kamida 6-7% ga oshirildi. Bu haqida Iqtisodiyot va Moliya vazirligi e'lon qilgan fiskal strategiyada yozilgan. Fiskal strategiyaga ko'ra, mamlakatda budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi, pensiya va nafaqalari yillik inflyatsiya darajasidan yuqori miqdorda oshirib borildi. Qayd etilishicha, joriy yilda yillik inflyatsiya darajasi 8% bo'lishi kutilmoqda. Shunga mos ravishda iyulda pensiya va nafaqalar, avgustda ish haqlari 10% ga oshirildi. 2026-yilda O'zbekistonda yillik inflyatsiya darajasi 6-7% ni tashkil qilishi prognoz qilinmoqda. Bu ish haqqi, pensiya va nafaqalar miqdori ham kamida shuncha ko'tariladi degani. Vazirlik tahlilida mamlakatda 2027-yilgi inflyatsiya darajasi 5-6%, 2028-yilga esa 5% bo'lishi kutilmoqda. Mazkur ko'rsatkichlar ham ish haqqi, pensiya va nafaqalar kamida 6-7% ga oshirilishini anglatadi, deyiladi ma'lumotda.